Assalomu alaykum. Men Mo'minjon Abduraimov bo'laman. ituz.blogspot.com blogining muallifiman. Bugundan boshlab siz bilan Delphi dasturlash tilini o'rganishni boshlaymiz. Yoki Object Pascal dasturlash tilini desak ham bo'ladi. Delphi dasturlash tili hozirda Borland Delphi emas, Embarcadero Delphi deb yuritiladi. Buning sababi hozirda Delphi dasturlash tilini Embarcadero Technologies firmasi rivojlantirib kelmoqda. Demak, bugungi video darsda Delphi dasturlash tili haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Demak, boshladik. Delphi dasturlash tili haqida. Asosiy mualliflari Borland firmasi. Hozirda Microfocus nomi ostida ish olib bormoqda. Borland Delphi dasturlash tilini 1995-yildan 2008-yilgacha rivojlantirib yangi versiyalarni chiqarib keldi. Keyinchalik Embarcadero Technologies firmasiga Delphi paketini sotdi. Hozirda Embarcadero Technologies firmasi Delphi dasturlash tilini va boshqa ko'plab dasturlarni rivojlantirib kelyapti. Delphi dasturlash tilining eng so'nggi versiyasi Delphi 10.1 Berlin 2016-yil 20-aprelda eng so'nggi relizi ishlab chiqilgan. Dasturlash tilini rivojlantirish hech qanday uzilishsiz davom qilib kelmoqda. Delphi dasturlash tili o'lgani yo'q, bunday ham bo'lmaydi. Litsenziyasi Freeware, asosiy veb-sayt embarcadero.com. Delphi dasturlash tili yuqori darajali obyektga yo'naltirilgan va strukturalashgan dasturlash tili. Object Pascal dasturlash tili asos qilib olingan desak ham bo'ladi. Dinamik dasturlash imkoniyatlari mavjud. Bu dasturlash tilini yangi versiyalarida mavjud. Delphi dasturlash tilini 3 milliondan ortiq aktiv foydalanuvchilari mavjud. Demak, Delphi dasturlash tili haqida yana ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Delphi dasturlash tilining eng zo'r benefitlari, ya'ni eng ko'p maqtovga sazovor bo'lgan qulayliklari va boshqa ko'plab imkoniyatlar haqida aytib o'tmoqchiman. Birinchi, kodni o'qish juda osonligi. Xuddi ingliz tilida gaplarni o'qiyotgandek bo'lasiz. Tezkor kompilyatsiya. Modulli dasturlashga juda qulayligi. Dasturni user interfeysini tezkorlik bilan o'zgartirish. Android, iOS, Windows va Linux operatsion sistemalariga tezkorlik bilan dasturlash. Aniqrog'i Wora deb aytiladi. Write once, run everywhere. Bitta yozasiz va barcha yerda ishga tushirasiz. Lokalni, serverni, bulutli ma'lumotlar bazasi bilan ishlash juda qulay. Oddiy komponentlardan foydalanib, tezkorlik bilan dasturlar tuzish mumkin. Tayyor komponentlarni o'zgartirish, ya'ni dizaynni, qiladigan ishini. Visual Component Library yoki VCL, .NET va FileMonkey frameworklar bilan juda chiqishadi. Windows uchun o'z bolasidek dasturlarni tuzish mumkin, xuddi C# kabi. 20 dan ortiq turli ma'lumotlar bazasi bilan tezkor bog'lana oladi. Bluetooth, Wi-Fi, ActiveX, OpenGL va boshqa ko'plab texnologiyalarni juda osonlik bilan boshqarish mumkin. Delphi dasturlash tili C#, Assembler, C++, Builder, Pascal dasturlash tillari bilan birgalikda ishlay oladi. Ya'ni Delphi kodlarining orasida ma'lum bir xizmatchi so'zlarni yozib olib, ularning ichida C#, C++ va Assembler kodlarini yozishimiz mumkin. Delphi dasturlash tilini Microsoft korporatsiyasi doimo qo'llab kelgan va qo'llab kelmoqda ham. Turli xil apparatlar bilan internet orqali bog'lanish, IoT, Internet of Things va yana yuzlab benefitlari mavjud. Delphi dasturlash tilida ishlab chiqilgan eng zo'r dasturlar. Bularga birinchi bo'lib C++ Builder, PHP Builder, JBuilder, Java dasturchilari uchun HTML5 Builder, PHP ED va boshqa dasturlash muhitlari mavjud. MySQL Tools administratorlik uchun dastur. Bu dastur orqali oddiy bazalarni GUI, ya'ni Graphical User Interface orqali boshqara olish mumkin. Eng kuchli antiviruslardan biri Kaspersky antivirusining ham ma'lum bir qismlari Delphi dasturlash tilida tuzib chiqilgan. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda Kaspersky antivirusning 8-versiyasi klient versiyasi
klient tomoni Delphi'da qilingan. Grafik muhitlarga Fastone Image Weaver kiradi. Internet ma'lumotlar almashinuvchi, ma'lumotlar tarqatuvchi nashriyotlar va boshqa dasturlarga Skype, QIP, Bat, PopDry va Xnews va boshqalar kiradi. Musiqa yaratish dasturi, ya'ni FL Studio Delphi dasturida ishlab chiqilgan. C++ dasturchilari uchun Dev C++ dasturi ham to'liq Delphi'da qilingan. To'g'ri, endi to'liq deya olmaymiz, chunki ba'zi bir nozik joylari assembler yoki boshqa tillarda qilingan bo'lishi mumkin. Game Maker, InnoSetup Compiler. InnoSetup Compilerni juda ko'plab kompaniyalar ishlatishadi. Hatto o'zim guvohi bo'lganman. Telegram dasturini setup, ya'ni ishga tushirib, uni o'rnatib beruvchi dasturni Delphi'da tuzilgan InnoSetup Compiler orqali ishlab chiqilgan. Web dasturlashi uchun Macromedia Homesite va boshqalar kiradi. Yordamchi dasturlarga Spypot Search and Destroy, Total Commander, Download Master dasturlarini ko'pchilik biladi. Kingsoft Office hozirda WPS nomi ostida ish olib bormoqda. Bu dastur Office fayllarni, ya'ni Word, Excel va boshqa ko'plab formatlarni o'qiy oladi. Bu dasturni faqat Windows uchun Windows versiyasi Delphi'da qilingan. Smart Mobile Studio, AIP, Aspect va boshqa ko'plab dasturlar Delphi dasturida ishlab chiqilgan. Demak, bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Keyingi darsdan boshlab Delphi dasturlash tilini noldan boshlab o'rganishni boshlaymiz. Birinchi navbatda dasturlash muhitini qanday o'rnatish va undan qanday qilib foydalanishni ham ma'lumotlar berib o'taman. Keyinchalik dasturlash tilini o'rganishni boshlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.